Salim Qozog'iston, salom Kirgiziston, salom Tojikiston, assalom O'zbekiston va barcha qardosh qo'shni davlatlarimizga Hayit ayyomi muborak bo'lsin. Sizlar uchun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni va Magic City'ning 5 yoshlik tug'ilgan kuni munosabati bilan ajoyib shou dasturlarini tayyorlab qo'ydik. Shoular dasturi ro'yxatini bilish uchun Magic City sahifasiga kiring. Qolaversa, 6 kun mobaynida ajoyib shou dasturlardan tashqari siz AI Projectda va akvariumda va bolalar o'yingohlarida va lazer shoularni maza qilib ko'rib, miriqib dam olishingiz mumkin. Wow! Do'stlar, men ertakka tushib qoldim. Fantastika! Bu chiroqlar yordamida yaratilgan umuman o'zgacha sehrli olam O'rta Osiyoda haqiqatdan ham yagona va betakror tarzda qilingan mo'jizali dunyodir. Dunyo akvariumlarida bo'lganman, lekin Toshkentda bunaqangi akvariumni ko'raman deb o'ylamagan edim. Eng jonli emotsiyalarni olish uchun siz Magic Akvariumga keling. Aynan bu joyda do'stlar o'z qo'lingiz bilan baliqlarni ovqatlantirishingiz mumkin. Zo'ra? Do'stlar, katta bayramlarga, katta o'yingohlar yarashadi. Ichkarida sizni bolajonlaringiz uchun maxsus ajoyib attraksionlar kutmoqda. Hammasi wow! Barchangizni Magic City'da kutamiz! Bayram muborak!